3-chi qavatga chiqqanimizda demak bu yerda koridor, terrasaga chiqish imkoniyatimiz bor va katta master spalnya joylashtirilgan, o'zini garderoblari va ichki sanuzellar bilan birga. Terrasasiga chiqamiz. Bu yerda divanli zona, tuylarda gul qo'yib qo'yishingiz mumkin va hovlini tomosha qiladigan ajoyib joy bo'ladi. Bu yerda barbekyu, shashlik qiladigan joylarni ham joylashtirishingiz mumkin bemalol. Va birinchi qavatda podvalga tushadigan joyimiz ham bor. Hovlidan kirib ketsa bo'ladi. Podvalda hovli tagini bitta omborxona qilib joylashtirilgan. Bu yerga omborxona bir qismini kotelni ham qilsa bo'ladi. Agar loyihamiz qiziq bo'lgan bo'lsa, bizani kuzatishda davom eting va obuna bo'lishni esdan chiqarmang.